Het bayramda itip yeyishga intayin mos keladigan vanz qo'rda qilishni o'rganing. It suli intayin oddiy birlik ko'zingiz o'rganib olasizlar. Qarab lishtayingiz yechilib ketdi deyman. Buni qanday qatdimki qinamiz birlikda o'rganaylik. Avval qilgish bo'lsin bo'ldi, qo'ygish bo'lsin bo'ldi. Videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rib olamiz. Amal baq, qiyma izish mashinamiz qilsak texmi yaxshi bo'ldi. Undan keyin piyozni ushshaq chanab selib bitimiz. Undan keyin guruchni 10 minut chilib olgandan keyin qiyma bilan aralashtiramiz. Hamda buning tam qo'shishlaridan yarim qo'shiq tuz, 1 qo'shiq sira, qo'shiqning uchida qarmiz silib, loz undimi 1 qo'shiq atrofida selib bitimiz. Hamda buning texim bizlik chiqish uchun pinna yoki osh ko'klardan muvofiq miqdorda selib bitimiz. Undan keyin mening qo'lim bilan tashkillashtirib olgandan keyin videoda ko'rsatgan bo'yicha yumaloqlab olamiz. Hamda buning ketarlik saylan tayyorlab olaylik. Sabzi bilan yangyoni videoda ko'rsatgan cho'nliqda to'g'rab tayyorlab olamiz. Piyoz bilan pomidorni videoda ko'rsatgandek ushshaq to'g'rab olamiz. Undan keyin haqsiz gullarimizni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmaymiz. Qozon muvofiq miqdorda may qo'yib, piyozni silib birishga qo'rvatgandan keyin pomidorni silib, pomidor izligicha qo'raymiz. Hamda buning tam qurishlardan qo'rdoq tutqusidan bir bo'loq silib bitimiz. Mening ishlatganim cho'ng ustamning qo'rdoq tutqusi. Cho'ng ustamning cho'ngligi bo'lmish oilda qo'rdoq qassam ta'mini yaxshi qiramayotman degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab yaqinlar, ta'mi kelib ketmaydi. Undan keyin tasriq pishadigan savzini solamiz. Undan keyin yarim qo'shq atrofida tuz silib bitimiz. Hozir 60 xil darsimizni palet qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuqsay darsimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran studiyo nomeri shu. Sabzi pishay deganda yongyon salamiz. Yongyon bilan bilan vanzimizni silib, taxminan 15 minutdan 18 minut atrofida dumlab pisha saqlab pishib ketadi. Eng oxirida qizillas, ko'klas, samsaqlardan silib, ikkilashtirib lam chiroyli taqsimizga usib, mehmon oldiga ochiq saqlam bo'ldi. Ta'miga, rangi kelib ketmaydi. O'rganib oldingizmi? Qaynamiz siz mitib sinab beqing.